O'sha Danat akalar, Danat opalar. 100 ga podarkalaringni borib bir jalabga ham uryapsizlar. Bitta fohishaga ham borib uryapsizlar. O'sha 10 ga ham borib qo'pol qilayotsa uryapsizlar. Ertaga shu bir kun juma kuni qo'ldan kelgancha katta ehson Zamira bilan birgalikda xalq sizlar eshitdinglar. Be'tibor bo'lmaydi. 500 so'mmi, 1000 so'm akajon. 2000 so'm shu bugun atang juma. Niyat qiling, shu qizchamizga atab qo'ying, yuragingizda tuyib qo'ying. Kechki efir ochilgandan keyin qo'lingizdan kelgancha shu qizchaga tashlang. Shu qizcha tuzalishga imkoniyati bor ekan eshitishimcha. Tuzalib ketsa, jannatning kaliti sizga bo'ladi. Jannat qalonchi kuni dedim, yordam qilaman dedim, video joyladim. Ko'ribsizlar videoni, to'g'rimi? O'sha kuni kelmadingizlar, o'sha kuni chiqmadingizlar. Biz kutdik sizlarni 45 minut efirda jonli to'g'ridan-to'g'ri kutdik. Qo'limizdan kelgancha endi ozmi ko'pmi yordam berish niyatida edik. Yig'lamanglar, bir chiroyligina gaplashib olaylik. Yaxshimi sizlar, ismingiz nima? Gulolaxon, qayerdansiz? Navoiydan. Malades, joni sog' bo'lsin. Onaxon yig'lamang, onaxon. Onajon yig'lamang. Meni ham mashina jiyanlarim bor. Meni ham mashina singillarim, meni ham onam bor. Yig'lamang, bir chiroyli bir gaplashaylikki, bir maqsadga qarab gaplashaylik. Meni savollarim bor, agar aytib bersangiz. Men jonli efir ochgan paytda, men shu paytgacha meni kuzatgan insonlar, odamlar biladi. Kimga yordam bergan bo'lsam, shu uchun yordam berganman. Hech qaysi insonni men na WhatsAppini ham olishni xohlamayman. Na bir shaxsiy telefonni ham olib, shaxsiy gaplashib, o'sha insondan, misol bir odamning nafsi bor, do'qajon, men bilaman-da. Erta men ham nafsimni yomonlatib qo'yib, bir ehsonni pulni yeb qo'ymasligi uchun nafsim Libo boyda ham, kambag'alda ham nafsi bor-da, libo odamni buzib qo'yadi. Shuning uchun men yordam bergan insonlar bilan qayta atlashni qilmayman. Chunki ertaga o'sha insonlardan qanday men 100 so'm pul olib qo'ymasligim kerak. Men o'zim olmasligimni xohlayman, lekin nafsim buzilib turib olib qo'yishim mumkin-da, misol. Men yig'ib berdim, men qildim deb pul men yarmini olib qo'yaman yo faloncha summasini olib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun nomerni ham olmayman. Kim bilan gaplashmoqchi bo'lsam, mana 100 manzilga gaplashaman. Olmayman. Shunday xarakterim. Mana shu janjamiz videosini ko'rdim. Men yana ham xafa bo'lgan tomonim, men kimgadir yordam bermoqchi bo'lsam, mana shu auditoriya bilan mana shu tikkayib o'tiraman. O'sha insonning ehtiyoji yetar yetmasgacha qancha bo'lsa, gadoydan battar tilanib bo'lsa, kallamni katta kallamni egib bo'lsa, mana shu odamlarga o'zim uchun 100 so'm pul shu paytgacha so'ramaganman. Bundan keyin ham 100 so'm pul so'ramayman. Lekin shu betimni bes qilib, mana shuncha xalq oldiga kallamni shunday egib, gadoydan battar tilanaman sizlar uchun. Necha soat bo'lsa, o'shancha soat tilanaman-da. Lekin men yana xafa bo'lgan tomonim, 3-savolim, tanimagansizlar, sizlar bilmagansizlar. Nima qilasizlar o'sha insonlar bilan sizlar gaplashing. Men aytdim. Tushunmayapsiz. Xo'p, qizingiz menga video qilganligi noyob emas. Men yordam bermoqchi bo'lib, mana Alloh guvoh chin ko'ngildan 2 soatlik yo'ldan uyimga kelib, efirda ochib video qo'yib, sizlar uchun men mana shu yerda qancha qo'limdan kelsa, Alloh bergancha tilanib bo'lsa ham sizlarga yordam berish niyatidaman. Qizingiz noto'g'ri ish qilmagan. Nima uchun? Ne uchun hech qanday bizga taalluqli emas, hech qanday qo'lidan yordam kelmayotgan insonlar bilan gaplashasizlar. Ana savolimga javob beringlar. Mana hozir sizlar gaplashgan odamlarni sizlar taniysizlar. O'sha insonlarni mana shu yerga ko'taring qani. Sizga qanday yordam ko'rsatadi? Opajon, hech qaysi sizga yordam bermaydi. Mana men gapimni destra qilaman, gapimga отвечать qilaman. Mana bu yerda turgan xalqdan, oddiy xalqdan yordam bersa yordam beradi. U sizni oldingizga chiqib olib, ochko nabirat qilayotgan birontasi sizga yordam bermaydi. Yo berdim ayting. Yo'q, hech kim bizga yordam bermadi. Bugun juma, hurmatli xalqim, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men to'g'risini aytaman, bu qizni ko'rib men ko'nglim boshqacha bo'lib ketdi. Bu onani ko'rib ko'nglim boshqacha bo'lib ketdi. Xudo xohlasa, inshaalloh ehsonni mayda kichigi bo'lmaydi. Hamma zapisda yo'qsin. Bugun juma, opajon, xudo xohlasa, O'zbekiston vaqti bilan 22:00 kechga ehson battle o'tkazamiz. O'zlaringda kartalaring bo'lsa, kartalaringni tayyorlab qo'yinglar. Internetlaring qotimasin, telefonlaring ishlab tursin, hech qanday atmaska qilmasin. Mana shu xalqimdan aka-menga shatmas, menga shatmas, rahmat, yolg'on dunyo opam.
Xorazm. Opajonim, rahmat. Yana qochishdi-da. Xullas qochishdi. Qochishdi. Hurmatli akalar, hurmatli opalar. Hech kimdan bu hayotda dojin emas. Lekin degan joyi bor, biz musulmonmiz. Bizni bag'rimiz keng. Bizni qo'limiz ochiq. Sizlardan iltimos qilib mana shunday xalqim, mana shu qiz uchun, mana shu onajon uchun O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da mana shu efirimizda mana shu qizchamiz uchun bir kun bir pachka sigaret chaqmasak chaqmayapmiz. Bir kun bitta Red Bull yo bitta energetik yoki bitta kola ichmasak ichmayapmiz. Yoki bitta borib qo'pol qilib aytsa bir fohishaga borib turib bir 100 ga padarka urmasak urmayapmiz, la'natlar akalar. Sizlarni hammalaringni ertaga jonli efirda 22:00 da Xudo xohlasa, Alloh qodir qilsa kutaman. Chin yurakdan kutaman. Hammaga e'lon, kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu qizchamiz uchun. Oz-ozdan toma ko'l bo'ladi, men xalqimga ishonaman. Bilmayman, bu insonlar bilan hali to'liq gaplashmadim. Qancha pul ketadi, qanaqa kasallik, nima bo'lgan, nima qo'ygan, bilmayman. Ertaga bafurja gaplashishni xohlayman. Shu insonni kim tanitgan bo'lsa, chin yurakdan yordam bergisi kelsa, bitta sizlardan yordam bo'ladi. Borib internetni to'g'irlab beringlar. Internet bunday holatda bo'lmas. Ulanda qo'timas. Chiroyli yuring qilsin, chiroyli nima bekka chiqsin. Ertaga gadoy bo'lsam ham, so'ksanglar ham, ursanglar ham o'zim boshchiligimda men ishonaman sizlarga, xalqim. Qo'limizdan kelgancha shu qizchaga yordam beramiz. Nima deysizlar? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Alloh rozi bo'lsin. Yig'lagani uchun ko'nglim bo'shab ketdi. O'sha Danatr akalar, Danatr opalar 100 ga padarkalaringni borib bir jalabga ham uryapsizlar. Bitta fohishaga ham borib uryapsizlar. O'sha onga ham borib qo'pol qilib aytsa uryapsizlar. Ertaga shu bir kun juma kuni qo'ldan kelgancha bir katta ehson Zamira bilan birgalikda xalq, sizlar ham eshitdinglar. Be'tibor bo'lmanglar. 500 so'mmi, 1000 so'mmi akajon. 2000 so'mmi shu bugun atang juma. Niyat qiling, shu qizchamizga atab qo'ying, yuragingizda tuyib qo'ying. Kechki efir ochilgandan keyin qo'lingizdan kelgancha shu qizchaga tashlang. Shu qizcha tuzalishga imkoniyati bor ekan eshitishimcha. Tuzalib ketsa, jannat kalit sizga bo'ladi. Jannatga bir qadam bo'ladi. Men hech qachon auditoriyamni, hech qachon akalarimni, hech qachon opalarimni jarga qaratirib